Assalomu alaykum. Pythonda dasturlash kursimizning 5-darsiga ham yetib kelib oldik. Demak, bugun ko'rib o'tadigan mavzumiz for va range. For va range ikkalasi bir-biriga juda ham bog'liq hisoblanadi. Misol uchun, mana for operatori bu Pythonda takrorlash operatori deb hisoblanadi hamda bir xil kodni bir necha marta ishlatish uchun yozilar ekan. Demak, forni sintaksisini ko'radigan bo'lsak, birinchi bu for deymiz hamda o'zgaruvchi yaratib olamiz, ya'ni o'zgaruvchi nomini kiritamiz. In hamda bu yog'i endi har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Hozircha range ko'rinishini o'tamiz. Demak, range ko'rinishini o'tishimizdan oldin faqat range haqida ozroq tushunchaga ega bo'lib olsak, demak, range funksiyasi bu sonlar ketma-ketligini yaratadi. Ya'ni 3 xil ishlatish mumkin. Range n desak 0 dan n-1 gacha hamda range boshlanish va tugashini berishimiz mumkin. Ya'ni boshidan tugaguncha, tugash kirmaydi. Agar 3 talik beradigan bo'lsak, boshlanish, tugash hamda qadamini berishimiz mumkin. Keling, buni kodda yana ham soddaroq qilib ko'rsatamiz. Demak, mana for deymiz, o'zgaruvchi nomi misol uchun shunchaki son deb turamiz hozircha hamda in range qavs ichida misol uchun birinchi ko'rinishi 3 deb yozsak, print sonni chiqarib ko'ramiz. Demak, saqlanib qilib olamiz hamda main.py ni ishga tushiramiz. Mana 0 1 2. Demak, range funksiyamizda 3 yozsak, 0 dan boshlab mana shu 3 gacha bo'lgan sonlar ekranga chiqdi. Yoki buni shunchaki bironta tekstni necha martadir yozmoqchi bo'lsak, o'shanda ham ishlatishimiz mumkin. Misol uchun hello. Demak, endi nima chiqish kerak? Bizning ekranimizga hello 3 marta chiqish kerak. Mana hello hello hello. O'shanday vaziyatlarda rangening bittalik variantini ko'rishimiz mumkin. Buni shunchaki kommentariyaga olib turamiz. Hamda rangening ikkinchi ko'rinishi, ya'ni for deymiz. Yana istalgan o'zgaruvchi in range deymiz. Agar biza misol uchun 9 dan boshlab 20 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqarmoqchi bo'lsak, ya'ni 20 ni ham chiqarmoqchi bo'lsak, 21 deb yozishimiz kerak bo'ladi. Chunki print son uchun bizada o'zi get bashdan chiqib ketibdi. E'tibor bering bopa. Demak, keling, buni yana dasturimizni ishga tushiramiz. Endi bizada nima chiqish kerak? 9 dan 21 gacha, ya'ni 21 kirmaydi. 20 oxiri chiqadigan. Mana 20 chiqdi. Bizada 9 dan boshlandi. Keling, shuni ozroq terminalni kattari. 9 dan 20 gacha. Demak, buni shunchaki kommentariyada 9, 10 va hokazo 20 chiqadi oxiri deb ko'rsatsak, hamda buni ham kommentariyadan chiqarib qo'yaylik. Bunda esa 0 1 2 chiqadi. Bizada endi step degan narsa bor edi. Step nima degan savolga javob mana for son in misol uchun range bizlar misol uchun 0 dan boshlab yoki 2 dan boshlab faqat juft sonlarni chiqarmoqchimiz, ya'ni 20 gacha. Juft son unda 2 dan keyin demak ikkita step bo'lishi kerak. Juft son bo'lishi uchun, to'g'rimi? Hamda print sonni chiqaradigan bo'lsak, bizda bunda nima chiqish kerak? Hozir mana 2 chiqadi, 4 chiqadi va hokazo oxiri 18 chiqishi kerak. Demak, bitta clear qilamiz. Hozir bizda ko'proq narsa chiqib ketishi mumkin, o'shaning uchun keling, men bular tepadagilarni bitta kommentariyaga olib turamiz, hamda bitta saqlanib, bitta run qilamiz. Mana 2, 4, mana 18 gacha. Ya'ni bizda boshlanish, tugash, ya'ni tugash har doim -1 bo'ladi.
O'shani e'tiborga beramiz. Ya'ni range 3 deb kiritsak ham 2 gacha boradi oxiri. 21 deb kiritsak 20 gacha boradi oxiri. 20 deb kiritdik, mana 18 ga bordi, 19 bo'lardi, lekin stepimiz bor. Xuddi shu stepimizni 3 qiladigan bo'lsak-chi, 2 bo'ladi, 5 bo'ladi, 8 bo'ladi, 8 dan keyin 11, 14, 17 hamda 17 da tugab qolar ekan. Keling buni bitta run qilib tekshirib ko'ramiz. Py mana 2, 5, 8, 11, 14, 17 chiqdi. Menimcha barchasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Buni misollarda endi ozroq ko'rsak, mana 0 dan 4 gacha chiqaring deyapti yoki 1 dan 5 gacha. Mana 0 dan 4 gacha chiqaring degan misolni ishlaymiz. Demak, for i endi o'zgaruvchiga i deb nom berdim. Range deymiz. 0 dan 4 gacha, ya'ni 4 kirmaydi. O'shaning uchun shunchaki print i deb qo'ysak, bizda 0, 1, 2, 3 chiqishi kerak. Py mana 0, 1, 2, 3. Bu 0 dan 4 gacha edi. Keyingi masalamizga o'tamiz. Keyingi masalamizda 1 dan 5 gacha. Xuddi boyagi ko'rganlarimizdek for i in solchon range nechadan 1 dan 5 gacha edi, adashmasam 1 dan boshlab 6 kiritamiz, chunki 5 ham kirish kerak bo'layapti. Bizda bilamiz, tugash doim tugash -1 gacha boradi. Demak, taran qilamiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Keyingi masalamizga o'tamiz. Bizda 0 dan 10 gacha faqat juft sonlarni chiqaring debdi. Demak, 0 dan boshlashimiz uchun demak, bizda in range deymiz. 0 dan boshlansin, 10 gacha, ya'ni 10 ham kirish kerak aslida, 10 ham juft son. O'shaning uchun 11 qilamiz. Step 2 qilamiz, chunki juft sonlar. Juft sonlar har ikkitada keladi. Print i main.py mana 0, 2, 4, 6, 8, 10 chiqdi bizda. Demak, mashqlar dars davomida bajarar ekanmiz. Bu for yordamida 1 dan 10 gacha sonlarni chiqaring. Demak, 1 dan 10 gacha sonlarni chiqarish bizda juda ham oddiy bo'ladi, bilamiz. Start beriladi. Tugashi -1 bo'lgani uchun +1 qilamiz. Bo'ldi, все. main.py deymiz. 1 dan 10 gacha. Nima uchun? Start doim startdan boshlanadi, lekin tugashimiz -1 bo'ladi. O'shani hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Ikkinchi masalamizda for yordamida 5 marta hello yozdir debdi. Demak, for yordamida 5 marta hello yozdirish uchun nima qilishimiz kerak? In range ga shunchaki 5 berib qo'yib, print hello degan so'zni yozib qo'ysak bo'ldi. Demak, keling, mana shu yerda tushirib ketaman. 1, 2, 3, 4, 5 ta hello chiqdi. Nima uchun 5 marta hello chiqyapti? Bu takrorlash operatori bo'lgani uchun range deganimizda 0 bo'lganda 1 marta aylanadi, 1 bo'lganda 2 marta, 2 bo'lganda 3 marta, 3 bo'lganda 4 marta, 4 bo'lganda 5 marta aylanadi. O'shaning uchun bizda 5 marta hello chiqyapti. Ya'ni son emas, hello ni chiqaryapmiz hozir. Shu tariqa istalgan narsamizni chiqarishimiz mumkin. 1 dan 20 gacha tog' sonlarni chiqaring debdi. Bunda bizga nima qilishimiz kerak hisoblanadi? For yordamida, demak, in range
Bizada 90lar 1 dan boshlanadi. 20 gacha degani uchun oxirgi sonimiz juft ekan, 20 true beradi. 90lar har ikkitada takrorlanadi. O'shaning uchun stepiga 2 yozamiz hamda shunchaki sonni o'zini chiqarib qo'yamiz. Demak, py main.py ishga tushirsak 1 3 5 7 mana 19 gacha faqat 90lar chiqdi ekranimizga. Demak, 10 dan 1 gacha sonlar kamayib chiqadi. Mana shu savol yaxshigina savol hisoblanadi. For deymiz, in misol uchun yana range startimizda endi 10 bo'lishi kerak, tugashimizda 1 bo'lishi kerak, to'g'rimi? 1 da o'zi ham kirish kerak. O'shaning uchun 0 qilamiz hamda -1 print qilamiz ini. E'tibor beramiz xuddi shunga. Demak, startimizda doim o'zi, bizda oxiri 1 edi, lekin -1 qildik, chunki shartimizda bor edi. Ya'ni tugash -1 bo'lishi kerak. Qarama-qarshiga ketayotgani uchun -1 qilib qo'ydik stepni. Ya'ni 10 bo'lsa, keyingi safar -1 qilganimiz uchun 9 bo'lib qoladi. Undan keyin 8 bo'lib qoladi. O'shaning uchun py main.py. Demak, mana 10 9 8 1 gacha chiqdi. Keyingisi faqat 7 ga bo'linadigan sonlar. Demak, for in range faqat 7 ga bo'linadigan sonlarligi uchun keyin buni step yordamida ham chiqarishimiz mumkin. Misol uchun 7 dan boshla 50 gacha har bir step 7 deb print qilishimiz ham mumkin. Mana to'g'ri chiqadi. Mana 7 14 21 mana shu chiqadi. Lekin biz looplar mavzusini o'tganmiz. To'g'rimi? Looplar mavzusini o'tgan, loop deb shart operatorlari if else ni o'tdik. O'shaning uchun biz shunchaki bu yerga 50 qilib qo'yamiz, range'imizni 0 dan 50 gacha tekshiradi. Faqat bizda if deymiz, i'imizni qoldiqli bo'lganimizda 7 ga teng qoldiq agar 0 bo'lsa, shunchaki print deb chiqarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Esimizda if de shart true bersa faqat ichidagi ishlaydi. Bo'lmasa aks holda ishlamaydi. Demak, bitta ishlatib ko'ramiz. Baribir xuddi shu narsa chiqadi. Mana 0 7 14. Demak, biz boya 0 dan boshlamadik. Bu yerda 0 dan boshlanyapti. Agar 1 dan boshlaying desa, shunchaki oldiga bilamiz 1 da qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Lekin bizda 0 dan boshladik. Demak, shartni faqat 7 ga bo'linadi. 1 dan degan ekan, o'shaning uchun start bermoqmiz biz. Startni berib qo'ysak 0 chiqmaydi. Demak, bitta clear qilib olamiz hamda dasturimizni qayta ishga tushiramiz. Mana 7 xuddi shu boyagidek chiqdi. Demak, bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Shulardan keyingi darslarda while loopini ko'rib o'tamiz. Bugungi uyga vazifalar esa quyidagilardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.